Hammaga assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan bugun men Zenix bo'laman. Xullas jigarlar, bugun sizlar bilan birgalikda tekinga Free Fire ga almaz olishni o'rgataman jigarlar. Undan oldin videoga bitta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas jigarlar, biz tekinga Free Fire ga almaz olishimiz uchun shu botga kirib olishimizga to'g'ri keladi. Free Fire dagi almaz bot degan ga kirib olamiz jigarlar. Bu yerda tavsifini yozib qo'ygan. Tekinga almaz ishlang, do'stingizni taklif qiling va daromad oling. Ishonchli xizmat almazlar 24 soat ichida tushadi deb yozib qo'ygan jigarlar. Va bu yerda start bosasizlar. Start bosganingizdan keyin sizlarga 3-4 ta kanalga obuna bo'lishni so'raydi va nomeringlarni so'raydi. Nomeringlarni bemalol jo'natsanglar bo'ladi. Chunki bu xavfsiz, 100% xavfsiz bot jigarlar. Bu yerda 7 ta menyu bor jigarlar. Admin bilan yozsanglar bo'ladi. Adminga qanaqadir savolinglar bo'lsa bersanglar bo'ladi va almaz yig'sanglar bo'ladi. Almazlaringni ko'rsanglar bo'ladi. Almazlaringni yechib olsanglar bo'ladi. Va almaz yechganlarni ham ko'rsanglar bo'ladi jigarlar va foydali bo'limni ham ko'rsanglar bo'ladi. Foydali bo'limda biz Free Fire nastroyka qilish, nastroyka, tekin panel olishni bo'limlarini ko'rib chiqsanglar bo'ladi jigarlar. Hammasi ishlaydi. Bemalol nastroykalarni ham olsanglar bo'ladi shu yerdan jigarlar. Albatta headshot beradi jigarlar. Va bu yerda eng asosiysi almaz yig'ishni essanglar, sizlarda 4 ta oyna chiqadi jigarlar. Video darslik qo'llanmani ko'rib bu botdan to'liq foydalanish tushunib olsanglar bo'ladi. Like bosish orqali almaz to'plasanglar bo'ladi. Har bitta like bosganinglarga sizlarga bittadan almaz beradi va video ko'rib ham xuddi shu narsani qilsanglar bo'ladi jigarlar. Har bitta videoni boshidan oxirigacha ko'rganinglarda sizlarga 1 almaz beradi. 110 ta video ko'rsanglar 110 almaz bor degani jigarlar. Va bu yerda taklif havolasi orqali ham bemalol topsanglar bo'ladi. Mana bu taklif havolani sizlarga havola beradi, taklif havola va buni har bitta o'rtog'inglarga jo'natganinglarda sizlarga 8 almazdan beradi jigarlar. 8 almazdan bemalol olishinglar mumkin va o'rtog'inglarga jo'natib, o'rtog'inglar kirib botdan to'liq o'tsa jigarlar. Xullas shunaqa qilib almazlarni to'plasanglar bo'ladi jigarlar. Almaz xullas bu botni silkasini kommentariyaga va opisiyaga qo'yib qo'yaman jigarlar. Va kirib bemalol almazlarni ishlasanglar bo'ladi va jigarlar kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yishni esinglardan chiqarmanglar. Agar shu videomizga 100 ta like yig'sa jigarlar, keyingi videoda shu botdan almaz chiqarib ko'rsatib beraman jigarlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.